Hey obunachilar, sizlar bilan yana men Fanneros. Bugungi videoda biz Still a Lucky Block o'yinini o'ynaymiz. Bu o'yin juda ham mashhur bo'lgani uchun men o'ynab ko'rmoqchiman. Bu o'yinda Lucky Blockni ochasan va men bu o'yinni videodan tashqari o'ynab ko'rdim. Juda ham yaxshi o'yin ekan. Shuning uchun bu o'yinni o'ynab hozir obzor qilamiz. Qani unday bo'lsa, ketdik. Aytgancha obunachilar, nega video chiqarmay qo'ydingiz desangiz, endi men videolarni Robloxda boshlamoqchiman. Robloxda endi o'ynaymiz. Kesinchi mana biz kirib oldik. Aytgancha bu o'yinda men endi o'zim kuchaydim. Bunda kuchaydim endi. Men bu videoda endi bu Lucky Blocklarni ochib sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Mana men hamma Lucky Blocklarni to'plab qo'yibman. Mana 700 millionlik. Mana bu yerda 2,5 bilik. Mana bu yerda esa 1 bilik. 1,5 bu. Bu 25 millionlik va bu 8 millionlik. Mana bu Lucky Blocklarni ochamiz. Mana bu yerdan Lucky Blocklar o'tyapti. Bu o'yinni sizlarga o'ynab ko'rishingizni maslahat beraman. Juda ham zo'r o'yin ekan. Endi men hozir ko'ramiz nimalar tushar ekan. Hozir endi birinchisi bo'lib mana shu 25 minutlikni ochib ko'ramiz. Qani nima tushar ekan. Qani ketdi. Qani omad. Strawberry Elephant. Voy, 700 millionlik Lucky Block tushirdim. Yo! Hamali endi buni keyinroqqa qo'yib qo'yamiz. Obunachilar 25 millionlikdan 750 millionlik tushirdim. Voy, yana shunaqa tushsa zo'r bo'lardi. Qani. Yo, uncha yaxshi tushmadi. Qancha? 55 sekundiga. Yaxshi emas, endi bu 25 millionlikni ochamiz. Qani buni nima tushirgan? Aytgancha shu joyda kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Yo, qalamcha tushdi. Bu qalamchaning nomini bilmayman. Bu ba'zan ilib turish kerak-da, shpionlar bor. 215k sekundiga. Yo, juda ham omadimiz kelyapti. Endi mana shu 750liklarni ochishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib mana busini ochamiz. Aytgancha kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bundan nima tushadi deb o'ylaysizlar? Strawberry Elephantmi? Nima? Yo, nima bu? Yo, sekundiga 1,5 million. Vo, hamma endi bularni oxirga qo'yamiz. Oldin mana bularni ochamiz. Yana 750 millionlik. Qani bitta o'zlikchi. Nima tushadi? Strawberry Elephant. Vo, yana o'sha tushdi. Qani yana bitta ochamiz. Qani ochamiz. Bu o'yinni o'ynab ko'rishingizni maslahat beraman. Juda ham yaxshi o'yin ekan. Lucky Blocklarni ochasizlar. Qani nima tushadi? Yo, 2,5 million sekundiga normallar tushyapti. Endi bundan nima tushadi deb o'ylaysizlar? Normalroq 2 milliondan ko'p narsa tushadi deb o'ylayapman. Qani nima tushar ekan? Vo, yana. Faqatgina bir xil tushyapti. Bunachilar endi buni xomachalik shundan aniq zo'r tushadi. Ko'rasizlar? Qani nima tushar ekan? Vo, faqatgina bir xil aylanyaptimi? Hammaylar endi bir biliklarni ochishdan oldin mana shu 8 millionlikni ochamiz. Aylantirdik. Nima tushadi? Yaxshiroq narsa tush. Nima? Strawberry Elephant. Yo. Ba'zan ilbor edi. O'z ilmasan shuni. Shpionlar borda. 250 million sekundiga. Yo, Strawberry Elephant.
Hammayli endi biza mana shu 1,5 bilikni ochamiz. Nima tushadi deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozinglar. Juda ham cho'tki birini tushadi. Strawberry elephant. Qani bundan nima tushadi? Qani Dragoni Camilo? Yo'q, hammasi qo'shilgan birini tushdi. Dragoni va 10 million ekan. Uncha normal emas. Endi mana bu Ice Lucky Block Secret 2,5 bu. Qani buni ham ochamiz. Qani nima tushadi? Qani ketdi. Nima? Yo'q. Normal nima desam? Sekundiga 1 bu. Yo, buni sekundiga 1 bidan topyapti. Hammasidan eng qimmati shu bo'lyapti hozir. Yo, babi 2,5 millionligiga boradi. Negadir juda ham tez yuryapti. Mana bu o'yinni o'ynab ko'ringlar, juda ham yaxshi o'yin ekan. Endi hozir sizlar uchun yana bir narsani qilamiz. Vaqt hali ko'p ekan. Qani mana birini olaymiz. Krab. Olamiz. Kimga kerak? Bu birini o'tdi. Mana bu narsaga tikib yuboramiz. Mana bu narsaga tikamiz obunachilar. Solmayapti-yu, qanaqa soladi bu narsaga. Sopamayapti hammalar. Mana shu o'yinni o'ynab ko'ringlar, juda ham zo'r o'yin ekan. Buni qo'lingda ushlab yurasan ekan. Hammalar agarda bittasini Strawberry Elephantni o'g'irlab qochibdi bro. Yo, Strawberry Elephant. Iplosi. Hamma iplos bu yoqqa-ki. Hammalar obunachilar, shu bilan videomiz tugadi. Agarda kommentariyadan nickingizni yozib qoldirsangiz, men sizga do'stga tashlayman va obunachilardan 10 ta obunachimga mana shu brendlarni sovg'a qilib yuboraman. Xohlaganini tanlab olaverasizlar. Hammalar shu bilan videomiz tugadi. Bu o'yin juda ham yaxshi o'yin ekan, o'ynab ko'ringlar. Bugungi videoda men faqatgina Lucky Block ochdim. Hammaga xayr.